Assalomu alaykum aka-ukalar. Hozir ko'ryapsizlarmi, yildan yilga chuma kasal kuchayib kelyapti, ko'payib ketyapti chuma kasalli. Nechta odamnikiga o'ziga ham keldi, ko'pchilik yaqinlarimizga keldi, kattalar o'lib ketyapti-da. O'shaning sababini keyin bildi, biz havodan kelmayotgan ekan. Mana shunaqa eski donlarni orada olib qo'yamiz, mana shu atxot donlarni-da, arzon. Bu 5-6 ming, bir xillari 7 ming so'm turadigan don-da. Mana buni ko'ringlar, yaqinlashtirgan. Mana buni qaranglar, mana. Changda. Mana bu toza don. Bu 10 ming so'mdanmidi bu? 10 ming so'm kilosi. Bu yerda 7 xil narsasi yuvilyapti. Buni ancha yildan beri tajribamdan o'tgan narsa. Men lekin alhamdulillah uncha kasallikni ko'rmayman. Bashini endi insonlarga tavsiya qilib, anaqa yo'lga qo'yyapman. Mana buni ko'ringlar, mana. Topdiz mana. Hech qanaqa chang yo'q mana. Ko'ryapsizlar. Ko'pchilik yaxshi kattalar boqyapti, qimmat kattalar boqyapmiz. Mana shularni oldini olish uchun mana shu donlarni chiqarilyapti. Kilosi 10 ming so'mdan viloyatlarga ham, tonnaga ham qancha kerak farqi yetkazib beramiz. Xudo xolisa telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Mana shu Toshkent shahariga dastlabkasi pul olinmaydi, ko'proq olsanglar pul olinmaydi. Undan tashqari keyin kattalarga kasha ham chiqarilyapti-da. Men qoyil qoldim. Bu kashani 300 nech pul edi? O'zlari biz 350 ming so'm. 350 ming so'm turardi kashada, kattalar bolasini boqib berish uchun. O'sha narsani hozir yarimdan ham arzoniga mana hozir kashada tayyorlanyapti. Bu 150 ming so'm. 150 ming so'm chiqyapti. Kilosi 150 ming so'm, ichida o'sha kattalarga kerak bo'lgan har xil 7 xil 8 xil vitamin bor. Ili ota-ona boqadigan dondunni bir 10 xildan oshuvroq anaqasi bor bunda, donni retsepti. Mana shunday hozir katta bo'lgan kattalarni sizlarga ko'rsatamiz hozir. Mana shu kattalar, o'sha kashada katta bo'lgan kattalar, mana shuni ham ko'ringlar. Bu rezultatdan o'tib bo'lgan-da, bular to'g'rimi? Mana shu kashada katta bo'lgan kattalar. Mana ketiga endi yaqinroqki bu qancha solinadi? Mana mashta 3 ta osh qoshiq. Mashta. O'shanga menimcha suv solasiz. Shuni chaqatasiz, bo'ldi, kaptarxonangizga yetib borguningizcha uchun tayyor bo'ladi. Shuni ochasiz buni. Suyuroq turib. Bundoq tortib. Mana qarang. Mana o'zi katta bo'ladi. Ota-onasi ham qaramayapti. Bu kattalar yaqinroq-ku. Mana jonivorga qaraydi, mana. Mana shular kashada katta bo'lyapti. Kerak bo'lsa mana shu kashalarni ham dastlabkilarini hammasini yetkazib beramiz. Xudo xolisa zo'r chiqyapti. Ancha rezultatdan o'tdi. Mana rezultati. Endi men bilan mana ota-onasiz boqilayotgan hammasi rabochiysiz qo'lda boqilyapti. Lekin donga gap bo'lishi mumkin emas. Donni olinglar, keyin o'zingizlar bilib olasizlar qanaqaligini. Farqi 3 ming so'm bo'layotgan ekan, ko'chadagi donlarga qaraganda 3 ming so'm qimmat bo'lyapti. Endi uni mehnati bor o'ziga yarasha. Xudo xolisa zo'r donlarga gap yo'q. Chumlik boqadiganchilarni ko'pchiligi bilishadi, har xil kashalarni berib ko'rishadi, ichi ketib qoladi, ichi har xil kelib qoladi. Mana bundan ko'rsanglar ham bo'ladi. Endi buni kaptar o'zlari tushunadi buni. Mana ichi qanaqa kelayotganini. Kaptarlar ham qup-quruq, mana og'zlari ham qup-quruq, hammasi yaxshi, xudo xolisa chiroyli chiqyapti. Ko'nglingizni to'q qilib ovoringlar, yaxshi. Po'st emasin, zo'r. Mana shu dondan hozir beramiz, ko'rasizlar.